ve Xiva nomi ham aynan şu atamadan gelip çıkan idi. Bu atama eski İbrani tilinde alıngan ekan. Xivani kasa şeklinde, yani kasanın içinde kurulganlık hakkındaki ispatını keltiruvchi ve Orta Asiyodagi eng uzun minora bu Xo'ja minoradır. Yani İslam Xo'ja minorasi deb aytamiz ve bugün sizlere aynan Xivani kasa şeklinde, kasanın içinde kurulganligini ispatlab ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Bu minora İslam Hoca tarafından 1908 ve 1910 yıllar mobaynida kurup bitkaziladi. Minoranın yan baş kısmında İslam Hoca'nın o'zining mablag'lari hisobini yangi ko'rinishdagi zamonaviy maktab, ya'ni jadidchilik maktabi ham faoliyat yuritgan. Hozirda bu yerda muzey o'z faoliyatini yuritib turibdi. Agar jismoniy jihatdan baquvvat bo'lsangiz yoki doimiy sport bilan shug'ullanib yurgan bo'lsangiz, bu yerga kelishni, shu minoraga chiqib ko'rishni tavsiya etaman. Bo'lmasa, quvvatingiz yetmaydi. Agar hansirab turganim sizlarga kulgili tuyulsa, keling chiqib ko'ring va o'zingizdan buni sinab ko'rishingiz mumkin. Biz en yukarı noktaya çıktık ve sizlere aytgan va'da bergan narsamni ko'rsataman. E'tibor bersangizlar, shu aynan o'zimizni Xo'ja minorining dafasidan chiqqan vaqtda ko'rasizlar, Xivani davarak deyishi kum bilan o'ralgan ve bu kum bizning Xiva shahrimizdan balandda joylashgan. Aynan Davarak kum bilan joylashganligidan sabab bu Nuh alayhissalom davri bilan bog'lanadi. Ba'zi bir rivoyatlarga ko'ra, men keyingi videolarda shuni ochiqlab o'tishga harakat etaman. Sabab ozgina qisqa tushuntirib o'taman. Nuh alayhissalom davrida yer yuzini to'fon bosadi va Nuh alayhissalom o'g'illari bilan ancha vaqt suzganlaridan keyin bir joyga keladi va Nuh alayhissalom o'g'illaridan Yofas o'g'li bir quruqlik joyga chiqadilar va shu quruqlik joyidan pastga tushgan joyda Hivak deb aytiladi. Ana bu joy o'tirimli joy, quruqlik joyi yoki suv bo'yidagi joy deb aytiladi va Xiva nomi ham aynan shu atamadan kelib chiqqan edi. Bu atama eski İbrani tilida olingan ekan. Xiva shahri hududida aynan Xo'ja minorimizdan baland inshoot yo'q, qurilmagan. Sababi bu Xivaliklarni va Xorazmliklarni ota-bobolarini ruhini, ularning madaniyatini bo'lgan o'ziga xos hurmat ramzi va men ulardan ustun kelib bilinman, men ularni hamisha o'zimdan balandda tutaman deb qilingan hurmat o'ziga xos belgisi hisoblanadi. Shuning uchun aytaman-ku, Xorazm go'sh deb. Aynen zamonaviy texnologiyalarsiz bundan 100 yil burun qurilgan imoratni tasavvur eting. Ustalarimizni quvvati, gücü